O'z karyerasini o'zi yo'q qilgan Robinyo. Robinyo o'smirligida shu qadar yaxshi o'ynaganki, Pele uni o'ziga voris deb atagan. U nafaqat hujumlarni yakunlovchi, balki ajoyib dribling va yuqori tezlikka ham ega edi. U Real Madridda birinchi mavsumni yaxshi o'tkazadi, ammo vaqt o'tib Robinyo yulduzlik kasaliga duch kelgan. Qahramonimiz Real Madrid rahbariyatidan oyligi ko'tarilishini talab qiladi, ammo bu talab qilinayotgan vaqtda o'zi Madridning tungi klublariga borishni kanda qilmas, shuningdek mashg'ulotlarga ham kechikishga odatlangan edi. Bu holatdan xabar topgan Madrid klubi rahbariyati unga tezda eshik qayerdaligini ko'rsatadi. 2008-yilda Robinyo 40 million yevro evaziga Manchester City'ga o'tadi. Birinchi mavsumni har doimgidek yaxshi o'tkazgan braziliyalik ikkinchi mavsumga kelib yana eski hunarini boshlaydi. Murabbiy bilan konfliktga borish, intizomsizlik, tungi klub va qizlar. City'da ishi yurishmagan Pelening vorisi Milan klubiga o'tadi. U yerda ham birinchi mavsum yaxshi o'tgan. 34 o'yinda 14 ta gol. Keyin asta-sekin natijalar pasayib keta boshlaydi, xuddi oldingilardagi kabi. Shu tariqa u keyinchalik Xitoy va Turkiya davlatlarida o'ynab vataniga qaytadi. Bundan tashqari Robinyo 2013-yilda Milandagi tungi klubda sodir bo'lgan guruhli jinsiy zo'ravonlikda aybdor deb topilib, Italiya sudi tomonidan 9 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. Ammo o'yinchi Braziliyada bo'lganligi sababli mamlakat uni Italiyaga bermaydi, chunki bu Braziliya konstitutsiyasiga mos kelmaydi. Shunday qilib Robinyo Pelening merosini ko'kka sovurgan braziliyaliklardan biriga aylanadi.